Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Men Surxondaryo viloyati fuqaroyiz, Sherobod tumani Do'stlik mahallasida yashovchi fuqaro Jamolov Shohjahon Hamdamo'g'li. 1992 14/07 tug'ilganman. O'zbek, millatim o'zbek. 4 nafar farzandim bor, oilaliman. Hurmatli prezidentimiz, sizdan bitta narsani iltimos qilib qolaman. Mana shu Surxondaryo aholisi uchun, Surxondaryoni fuqarolari uchun qo'limdan kelguncha bloger sifatida Surxondaryoga tanilib, mana shu Surxondaryo viloyat hokimimiz Ulug'bek Berdiqobovich Qosimov bilan elka-melka bo'lib, xalqimizning muammo-murojaatlari bo'yicha ishlab kelayotgan insonman. Bugungi videom 2026-yil 13 yanvar kuni murojaat qilyapman hurmatli prezidentimizga. Hurmatli prezidentimiz, bitta sizdan iltimosim, na otam bor, na onam bor, hech kimim yo'q. 4 farzandim, 4 farzandim ham voyaga yetmagan, holi chaqaloq. Xotinim Surxondaryo viloyat perinatal markazida juda og'ir holatda yotibdi. Farzandim ham hurmatli tegishli xodimlaringizdan, hurmatli vazir janoblaridan, hurmatli o'sha qonunni himoya qiluvchi insonlardan iltimos qilaman. Menga nisbatan 2025-yil 14-noyabr kuni qilingan tadbirda juda mast holatda, juda og'ir, o'zimni bilmagan, juda sostenam yomon, umuman hattoki o'zimni ham tanimagan holatda bo'lib qolganligi munosabati bilan Surxondaryo viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Surxondaryo viloyati DXX rahbariyatlarini Sherobod tumanidagi xodimlari bizda o'sha Sherobod tumanida kechasi soat 11:30 shunaqa 11:30-12 atrofida tadbir qilishib, juda mast holatda, og'ir holatda kissamizga pullarni tiqib, o'zlari o'yin qilishib, 5-6 million pul tiqib, olib chiqishib, olib kelishib, bizga keyin ertalabgacha o'sha o'layotgan odamda qo'llarida nimalardir olib, ekspertiza qonlarimizni olib, suvlar ichirib, hamma narsalar qilib, o'sha eveslarga tiqib qo'yib, bizda o'sha 2025 14-noyabr kuni kechqurun 11 dan 2025 15-noyabr o'tlargi kunigacha bo'layotgan holatda aytyapman. Keyin 2025 15-noyabr kuni ertalab Sherobod tuman DXXni rahbari keldi, ismi Zahirdin. Birinchi ma'muri kim ekan? Shohruh degan bir juda noinsof inson ekan. Endi to'g'risini aytamiz. Keyin Sherobod tumani ichki ishlar boshqarmasini birinchi o'rinbosari Muhiddin Rajabov degan vallomat. Shunday ichki ishlarga kirib kelganda, mana shu kastimurgim dedim, mana shu holatimda edim. To'ydan chiqqan edik, juda og'ir holat edik. Keyin olib kirishib, bizga nisbatan har xil bir yomon fikrlar bo'ldi. Mana sen ham kelasan ekan ichki ishlarga, sen ham kelasan ekan deb, endi qilaman. Juda kurakka turmaydigan gaplar bilan bir gaplashdi, suhbat qildi. Bir-ikki endi shu bir yelkamizga urib ham ko'rdi. Endi og'ir holatlar aytsam, juda nisbatan ichki ishlarga nisbatan bir ertaga sizni nazoratingizda bo'lishini xohlayman. Imminni Surxondaryoni mana shu juda insonlarni beshafqatlar qilib tashlab, olib kirib xohlagan ishini qilyapti. Imminni Sherobodda desam bo'ladi. Sherobod ichki ishlari yaqinda ham mana qancha misol voyaga yetmagan bolalarni, qizlarni nechta insonlar ko'rib, juda og'ir jinoyatlar bo'lyapti bu Sherobod tumanida. Nechta o'limlar bo'lyapti. Gapirsak juda ko'p. Hurmatli prezident shunaqa jinoyatchilar oldini olsin, o'sha jinoyatchilarga qarshi kurashsin, jinoyatchilarni olib kelib yopsin. Bizni nimamiz yo'q, xalq uchun xizmat qilyapmiz. Xalqimizni, Surxondaryo xalqidan shunday so'rang bir og'iz. Agar bironta xalqdan mana shu muammo murojaatni Surxondaryo viloyat hokimi, sizni vakilingiz Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Berdiqobovich Qosimovga yetkazamiz. U videolarimizni ham taqdim etamiz. Har bir fuqaroni murojaatlarini yetkazib, o'sha murojaatlariga chiqib, o'sha har bir tashkilot rahbarlaridan iltimos, shu fuqaro murojaatlari nima bo'ldi deb ishlab kelayotgan bugungi kunda sizni ochiqlik, shaffoflik, demokratik davlatda blogerlar meni farzandlarim degan gaplaringizni eshitib, biz quvonib, yana oldinga harakat qilib, intilib ishlaydigan blogerlaringizni hurmatli prezidentim juda og'ir holat qilib tashlayapti. Juda kissamizni 5 tersim tiqib, shu bizni yo'q qilib, shu bizni shu chiqarmash, qo'pol bo'lsa ham hurmatli prezidentim chiqsin, xalq uchun ishlasin, idoraga kirib oladi, oq ko'ylak kiyib, qora galstukcha taqib o'tiradi.
olib kel, sigaret chakib, kofeni ichib, lekin bu yerda oddiy xalq qanaqa mehnat qilib, qanaqa pul topayapti, qizig'i yo'q bularga. Misol gap kelganda gapir degan, haqiqatni gapiraman men. Yolg'on gapirib, tuhmat qilayotgan bo'lsam birovga qonun oldida javob beraman. Men inson sifatida gapiryapman. Chiqsin, bo'lmasa bizga shuncha xalq 30 ming, 40 ming, 50 ming, 1 million xalq bizga ishonadimi? Misol Surxondaryoda, misol demoqchi biz 3 million xalq ichidan viloyatimiz miqyosiga mana gruppalarimizni ham, kanallarimizni taqdim etamiz, hurmatli prezidentim. Ko'ring, demoqchi men. Xalq ishonadi. Xalqning ishonchini har doim oqlaganmiz. O'sha xalqning ishonchini oqlaganimiz uchun biz rahbarlarga yoqmay qoldik bugungi kunda kelib. Chunki nimaga yoqmaymiz? Mana buni murojaatini ko'ring. Nega hal etmayapsiz? Nima uchun buni e'tibor qaratmayapsiz? Prezidentim o'zi topshirib beradi. Har bitta fuqaroning muammo murojaatini e'tibor berib, o'sha hal qilgan xodim meni eng yaqinim deb gapiryapsiz, hurmatli prezident. Lekin Surxondaryoda to'g'ri Ulug'bek Berdiqobilovichga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bir necha marta olib kelib yopganda Sherobod ichki ishlariga chiqdi-da, og'aylar dedi. Gap eshitganman. Og'aylar deyapti. Sal uyatmindan deb tuhmat qilinglar degan joylarni eshitdik-da. Bu ichki ishlarda BDQda faqat tuhmat. Faqat tuhmat olib keladi, bosim. O'zimda oldimda yurgan shogirdbachalarimdan ustimda pakazini yozdirib olyapti. Sattorov Asiddindan, Muhiddindan hammasini yozdirib olyapti. Uyimga bosim qilgan. Mana qo'limda telefonim bor edi, hurmatli prezident. Mana 25 ultiram. Mana holi buni oyma-oy 120-100 dollardan olganmiz misol. Mana telefonda ahvoli prezident. Mana aka, mana. Uyga kelib, mana uyimiz ham shu yerda. Kameralarni fleshkasigacha olib ketib, udalet qilib, to'g'rilab mana aka, mana telefon ahvoli. Hurmatli prezident, ayolimni kelib, homilador ayolimni bosqinchilik qilib, uyga ichki ishlarimni diq qilib, bolalari kelib, hamma narsa qilib bosim qilgan. Mayli shu kungacha gapirmagan edik. Mana bugun 2026-yil 13-yanvar kuni bizni chaqirib qamoqqa olmoqchi ekan. Shuncha narsani endi bosdi bo'ldi. Hech qanaqa video chiqmadi. Shohjahon hech kimga murojaat qilmadi, ishlasa demadi. Lekin Shohjahon Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Timur Ismoilovich Kamoldinovich keyin borib aytganmiz. Surxondaryo viloyat prokurori Bobojanov Baxtiyorga kelgan aytganmiz. Surxondaryo viloyat DXning rahbari Aliyor aka Eshmatovgacha aytganmiz. Hamma xodimi biladi. Bu yerda bitta narsa, biz misol telefonni ko'rsatib yoki shantaj qilish yoki kimgadir bir yomon fikrim yo'q. Hurmatli qonunni himoya qiluvchi organlar, mana aka, misol bizda ham juda ko'p misolda olib chiqamiz, aytamiz, mana ko'ringlar, tekshiringiz. Mana bizni kim ketkizgan zararlarimizni qoplab beramiz. Misol, mayli bizni sog'lig'imiz, bizga ketkizgan oilamizga qanchaki bosim, uylarni eshiklarini urib, ichki ishlar bilan diqqini bolalar bosim qilib, mayaga bolalarni olib kelib, uyiga kir, mana shu telefonni olgin, bizga telefoni kerak deb. Telefonni olish uchun kelsin, men ichki ishlarga o'tiribman, bitta telefonimni berganman bularga. Bizni telefonimizdan foydalanib o'tib ichki ishlarni ichiga kirgizib, Sherobod tumaniga 15-16 noyabr kunlari bo'layotgan holatda bu telefonim emas edi, bu telefon uyda turadi. Bu telefonni so'rayapti. Men aytibman, sudda qarori yoki telefonda bironta pakazana bo'lsa yoki telefonda bironta sizlarga deyapman, davlat xoinlik haqida bironta narsa chiqaribman yoki nimadir qilibman degan narsa bo'lsa aytinglar, sudda qarorini beraman men. Agar telefon kerak bo'lsa deganman-da.